Qaysi payg'ambar bolaligidayoq onasining bag'ridan gapirishni boshlagan? Islom Qaysi payg'ambar bolaligidayoq onasining bag'ridan gapirgan? Ya'ni jijiligidayoq. Eshitmaganmisizlar? Yo'q, unaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yengil diniy savol javoplarimizda O'sh shahri O'nadirda olib boramiz. Qani ketdik. O'nadirliklarda ilmini sinab ko'ramiz. Qani, bismillah, boshladik. Qaysi payg'ambar bolaligidayoq onasini bag'rida gapirgan? Yosh jizilligida. Iso alayhissalom. Mashalloh. Ikkinchi savolimiz, Allohning izni bilan qush yasab, unga jon kirgizgan payg'ambar. Bu ham Iso payg'ambarimiz. Iso alayhissalom. Iso alayhissalom. Rahmat kattakon, qatnashganingiz uchun rahmat. Homiylarimiz tarafidan sovg'amiz bor, qabul qilib olasiz. Albatta. Homiylarimiz Fajr Travel nomidan qabul qilib olasiz. Ilingiz yo'lda bo'lsin, charchamang. Abdulqodir Beroniy. Yo'q. Yusuf payg'ambar. Yo'q. Savolingizga javob bera olmadim. Ismli hozir. Mana o'qiganda hozir hayajonda. Iso alayhissalom asmida? Kim ekan? Iso. Iso alayhissalom ekan, mashalloh. Ikkinchi savolimiz ham bor. Agar ikkinchi savolimiz ham to'g'ri javob bera olsangiz, sovg'amiz bor, ha? Bir qush yasab, unga jon kirgizgan payg'ambar kim bo'lgan ekan? Iso alayhissalom. Iso alayhissalom bo'lgan ekan, mashalloh. O'rganib oldingiz, ha? Ilm bo'lib qoldimi? Alloh rozi bo'lsin, qatnashganingiz uchun. Homiylarimiz Fajr Travel nomidan sovg'amizni qabul qilib olasiz. Alloh rozi bo'lsin, qatnashganingiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizning bosh homiy Fajr Travel firmasi.